Hürmetli kitap anlıqçılar, huzurunlarda Jallat Xanim namlıq tarihi romanның davamı. 5. Sultan İsmail Xan bilan xo'shlashish uchun o'rdaga kirgan Xo'ja Hidoyatullo Eshon yorliqni topshirib olib, qayta tashakkur bildirdi-da, Sultan İsmail Xanның ostonada yana bir necha vaqt turib berish taklifiga o'zini qo'yib xo'shlashdi. Eshon xo'jasining xon huzuridan sulki ishqiya muritlaridan puxradarchilik majburiyatlarini kechirim qilish to'g'risidagi yorliqini akilishni kutib o'tirgan ostondagi bir qism xalifa suluk mas'ullari o'rdadan qaytib kelgan Hidoyatullo Eshonni cho'ng dag'dug'i bilan kutib oldi. "Qani, xalifam, o'qib bersinlar. Xon yorliqidan ostondagi janobi ahli suluk yoralarimiz xabardor bo'lg'ay", dedi tördeki məxməl körpüge joylashib o'tirib olgan Hidoyatullo Eshon. Qo'yindan shohani teri qopchiqni chiqarib, xatchak ishlariga mas'ul bosh xalifaga tanglab turib. Mirzo xalifa yorliqni teri qopchiqdan avaylab oldi-da, ovozini vazmin chiqarib o'qishga boshladi. Xo'ja Hidoyatullo Eshon piri buzruk azizining xon muritiningla puxradarchilik majburiyatlari kechirim qilindi degani nimasi, qimmatlik pirim? Dedi yorliqni to'liq anglab bo'lgan Molla Saqi xalifa ancha rozi bo'lmay. Vositalik murid murshidlar mazkur yorliqdan mustasnodur deb yozibdi tehi. Dahri Sultan İsmail Xanning bizga dastlabda bergan lafzi bundaq emas edi, dedi Hidoyatullo Eshon qo'shimlarini turib. Bu har qachon Mirza Babaq bey qatorliq do'zaxi murtatlarning o'yinidir ehtimalim. Xon olilarini yorliqning mazmunidan xabardor qilib, qayta yorliq tushirishga da'vat qilmoqlik kerak. Qutbil Aqtobim ul murtatlarning xon lafzini xohlagancha o'zgartirishga nima haddi? Dedi vositalik muridlardan biri terikib. Shunda qisila Valiyulloh pirim xon oliylariga ul murtatlarning sir asrolarini pash qisila deyishdi. Bu yorliqdan o'zlariga qilchilik foyda manfaat tegmaydiganligini his qilishgan ko'p sondagi vositalik muridlar chuqan ko'tirishib. Xo'ja Hidoyatullo Eshon muridlarining oldida to'limi o'sal ahvolga qolgan edi. U tehi oldingi kunlar Sultan İsmail Xanning va'dasini muridlariga yetkazgan. Buni qandaqdir o'zining avliyolarcha kashfu karomatlariga bog'lab rasa po atgan edi. Tehi oradan bir kecha o'tmayla Eshonning shuncha kashfu karomatlari, sehri afsunlari kuchidan qolgan bo'lsa, qaror farmonlarini o'zgartirishga xonni ko'ndiralgudek Mirza Babaq bey qatorliq murtatlarning qanchalik sehri karomatlari bor, bakin tang yoki bu ishqa Soqiya sulkidagi to'ng'izlar qo'l tiqqanmidir? Ol Dahri sultonning oldiga yana bir navbat berish hojatsiz, dedi Hidoyatullo Eshon alamlik pushildab. Mazmunining qandoq yozilishidan qat'iy nazar bizga mushu yorliqli kifoya qiladi. Xos murid, vositalik murid degan nima u? Bizlar kim ahli ishqiya sulkining qutbil aqtobi uchun yorliq barliq murid murshidlar o'xshashdir. Ol murtad amrlar kimning xos, kimning vositalik murid ekanligini na'dan bilsin? Dedi Eshon endi yilqi Mirza xalifaga qarab buyruq qildi. Darhol har qaysi yurtlardagi xalifa, suluk mas'ullariga, murid murshid ahli yoranlarga, mo'min ummatlarga ushbu yorliq yetkazilgay. Bugundan boshlab har qanday sulki ishqiya muridlari puxradarchilik majburiyatlarini o'tashdan butunlay ozoddir. Ushbu soatdan boshlab xos ham vositalik murid deb ayrilmasdir. Ne'matlik pirimning himmatiga ming tasanno. Adolatning, saxovatning, shafoatning gul toji pirim. Asli suluk ummatlarining yengilmas homisi pirim.
Muritlar Hidayetullah İşanni maqtaş sadalarına kömüvetdi. Ushbu saatdan boshlab el ra'iyat orasida suluk targ'iboti elib berilg'ay. Yolg'iz xalifa suluk mas'ullarining emas, barliq ahli sulukdagi murid murshidlarning o'z oldiga murid qabul qilish imtiyozi bordir. Qani ey yoranlar, shundoq bir himmat jasorat ko'rsatgaysizlarki, Xotandan Qumul diyorigacha Kashmirdan Farg'ona vodiysigacha bo'lgan butkul yakan Saidiya tasarrufidagi barliq avam ra'iyat saodatmand murid hidoyatchilar sepimizga qitilg'ay. Sulki ishqiya muridlari butkul yer yuzini xuddi osmondagi yulduzlar kabi qoplag'ay. Bu yo'lda shundoq jonpidorlik ko'rsatsingizlar, tanglar kunda Saidiya saltanatining oltin taxtida bizlar kim sultanul muvaqqaqin buzruk varinglar barqaror bo'lib, barliq ahli suluk yoranlariga shafaat yomg'irini yog'dirg'aymiz. İşanның bu dəbdəbilik çağırqıdan təsirlənən və g'ayrat jasorati urg'ugan barliq muridlar inshaalloh, amin, amin deyishib duoga qo'l ko'tarishdi. 6. Miladiya 1671 yılının bahar ayları Əşəddi Sülki İşqiya targ'ibotchilarining suran cho'qqalari bilan boshlandı. Xon yorliqi orqali saltanat taqibidan qutulgan ishqiyachi Sufi darvishlar yorliqni dastak qilib olib, shaharlardan tortib yezlargacha, xolti ko'cha, orqa rastlardan tortib, xilvat kanit qishloqlargacha qatirab, atrofiga odam yig'ib, suluk targ'iboti elib bordi. Oddiy xalqqa xon yorliqining mazmunini xohlagancha burmilab tashviq qiladi. Şu günlerde Saidiyat tasarrufidagi har qanday bulung pushqoqlardan 4 odam bir yerga yig'ilganligi sorun bo'lsa, murtil hidoyatchilarning avomni ahli sulukka da'vat qilib so'zlagan nutuq vaznlarini anglag'ili bo'ladi. Ey mo'minlar, ey musulmon yoranlar, anglamadim demanglar. Allah xosliqi xo'jalarga, ya'ni ne'matlik pirimiz Qutbul Ahtob Valiullah Hidayetullah İşanni xo'jamga xosdir. Xo'ja demak bir pir demaklikdir. Pir demak shafaat taxtining yigoni sultondir. Murid demak ummat demakdir. Allah bilan xo'ja o'tirsida yana bir maxluqat zinhor bo'lmas. Allahdan Muhammad Mustafa sallallahu alayhi ve sellemge qandaq vahiy kelgan bo'lsa, xo'jamiz Hidayetullah sallallahu pir azimga mu shundaq vahiy kelgandir. Payg'ambar alayhissalom Hiro g'orida Janobi Alloh bilan so'zlashgan chog'da Qutbul Ahtob pir buzurgimizning ruhinatlarimi bu suhbatlarni ham eshitgandir. Payg'ambarning martaba iqbollari bilan avliya pirimning martaba iqbollari o'xshashdir. Shunga pirni inkor qilguvchilar, pirimizga qo'l berib agashmaguvchilar, asli sulukka kirmaguvchilar munkir munofiqlardir. Haq deb go'ngpingchilik qiladi yana bir darvish. Hazreti Saidul Azam Hidayetullah xo'jamizning kashfu karomatlaridan ta'sirlangan Sultan İsmail Xon olilari piri buzurgimizning muborak qo'llariga esilib, ton sarpoylarining peshidagi muqaddas haq chonglarni tavob qilib turib, ko'zlarini yoshlab, gunohi kabirlarga tavba qilib, sulki ishqiyani avji oldirish, muridil hidoyatchilar sepini kengaytish uchun ko'plab va'da lavzlarni qilib, sulki ishqiya muridlardan 7 avlodgacha podshohlik, olvonsilik, ommaslik, puhrodorchilik majburiyatlarini kechirim qilish xususida yorliq tushirib, dastak inom qildilar. Hazreti Piri Azam Hidayetullah İşan Valiullahning dargohiga sig'inib, u zoti muborakning duosini ilib,
Muritil hidoyatchilar sepiga qitilganlarning har qancha ig'ir gunohlari bo'lsa-mu, mag'firat bo'lg'ay. Padişahlık olgan yısılıklardan, puhradarçılık mecburiyetlerinden xalas bo'lg'ay. Sultan İsmail Han saltanatining homiyligiga erishgay. Piri buzurgimiz Saidiya saltanatining buyuk rahnamisidir. Nurluq Suhayil yultuzudur. Pir buzurgimizga irodat keltirmagan xon sultonlarning, amir baglarning taxt baxti betahqiq gum bo'g'usidir. Pirimiz Sultanul Muhaqqiqin Xo'ja Hidoyatulloh Ishon alayhi vassalam ahli tariqatning binosini qurg'uchi, shariatning malika maydonida ot choptirg'uchi, saxovatning oshquchini tutquchi, jaholatning qulupini oshquchi, adlu adolatning xolis shamshiri, ozg'un bandilarning yo'lboshchisi, avliyo anbiyolarning shohi toji, jimiki xon sultonlarning sultoni. Haq, haq, haq. Bu dünyadaki tangdoshsiz saxovat va shafaat Janobi Hazrati Xo'ja Hidoyatulloh Ishon Valiyulloh pir buzurgimizga xosdir. Har qanday xon sultonlarmi ul zoti muborakdek saxovatlik, ne'matlik emasdir. Ol qutbul aqtob piri azamning hidoyat optipi jimiki ra'iyatning beshiga baravar tushkusidir. Ul zotdek dono, shafqatlik, saxovatlik, adolatlik yana bir inson bu iqlimidan tepilmasdir. Ahli suluk ummatlarining zimmasidagi podshohlik olvansiliqlarni, puhradarchilik majburiyatlarini tabiiy xalos qilish faqat pir buzurgimizning qo'lida keladigan katta shafoatdir. Kelinglar, ey yoronlar, ahli sulukka irodat qilib, muritil hidoyatchilar sepiga qitilib, ikki olamlik savob tepinglar. Ishon xo'jam dargohiga sig'ininglar. Shundoq shafoatlik bir zotni bizga yetkazib bergan Alloh taologa shukr qilib, hamdu sano aytinglar. Saltanatga sulton, faqir miskinlarga posibon bo'lishini tilanglar. Burmalangan xon yorligi, ig'vogar targ'ibotlar, gumroh sadolar, saltanatga ochiq oshkor qilingan xirislar, Sultan İsmail Xonning obrazini xunuklashtirib, Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni ko'kka ko'tarish sadolari ko'cha rastlarda to'xtamay jaranglaydi. Nurg'ulg'an nodon xalq podshohlik olvansiliq, puhradarchilik majburiyatlaridan qutulish vasvasida sulki ishqiyachilar sepiga bas-bas qitildi. Ularning aldangan sodda tuyg'usida Saidiya saltanatining oltin taxtida Sultan İsmail Xon emas, Xo'ja Hidoyatulloh Ishon o'tirayotgandek xiyollar zohir bo'ladi. Ular sulukni saltanatdan, suluk ahkamlarini xonlik qonun jasaqlardan, Ishon farmonini xon yorliqidan ustun qo'yishadi. Xo'ja Hidoyatulloh Ishonni markaz qilib Saidiya saltanatiga, Sultan İsmail Xon hokimiyatiga xiris qilayotgan bu kuch kundan kunga zo'rayotadi. Ularning oldida Sultan İsmail Xon saltanati nomidan tushirilgan turlik yorliq farmonlardan, qonun jasaqlarning olvansiliq, puhradarchilik majburiyatlarining ijrosini so'ylab kelgan amir baglarning, sipohlarning, yurt cho'nglarining, qozi, mufti, poshshab do'rg'a, yoylarning buyruqlari o'tmaydi. Xon yorliqidagi atalmış kechirimni dastak qilib zakonlashadi. O'zlarining vositalik murid emas, xos murid ekanligini davron qilishadi. Butkul Saidiya tasarrufida ishqiya sulkiga irodat qilgan birmi vositalik murid qolmagan edi. Bizni Sultanul Muhaqqiqin Qutbul Aqtob Hidoyatulloh Ishon alayhi vassalam xo'jamiz o'z qo'li bilan muridlik qabul qilgan. İşenmisanglar, Janobi Ishon pirimizdan so'rab bilib olgaysizlar, deb javob berishadi ular ko'kamilik bilan. Xos murid bilan vositalik muridni ayiradigan dastak belgi nishon bo'lmaganligi uchun bojsilik, puhradarchilik majburiyatlarini so'ylab kelgan bag sipohlar amalsiz qoladi. O'ylanmayla tushirilgan bir yorliq sababidan butkul Saidiya tasarrufida tugunmas g'ovg'a, jangi jidal, fitna fasod urqi terilgan edi.
Xo'rga o'sib ketgan sulki ishqiyachilar xonlik qonun jasaqlarni ko'zga olmaydi. Bak sipahlar bilan qarshilashadi. Bugun Shohnishindagi attiganlik qabuldan keyin Hudaychi bek oldiga 2 qadam chiqib, Sultan Ismoil xonga salom berdi-da, xatchak tallasidan bir tutam xatchakni ilib turib so'zladi. Her qaysi yurt aymoqlardan kelgan ariz ma'lumotlar bor edi. On hazratimning ko'zdan kechirishiga vaqti yetamdikin. Ariz ma'lumotlar tafsili o'qilmag'ay, mazmundan xabardor bo'lg'aymiz, dedi Sultan Ismoil xon. Ariz ma'lumotlar jami 182 parcha, dedi Hudaychi bek. Bulardan bir parchasi qora qoshliq Matsoyimboyning 10 Tanaplık bağlıq yerini Qarqaş begi Mətselim bəginin urunsuz tatı ağalıqı. Qarşılaşsa həpsiga aldırıb, qiynab putqulunu çıqıvetkənliki və bir tuqqunni nahaq ötürvetkənliki xususidiki zimin və xun dava şikayetidir. Qağaları hər qaysı oymaq yurt bəglərdən yollanğan, öz dəvəsidiki sülki işqiya muritlərinin xan yarlıqını dəstək qılıbilib, alvansılıqlarını tapşırışqa, puhradarchilik majburiyatlarini o'tashga qarshilik bildirganligi xususidagi ma'lumotlardir. Bu qandoq gap? Dedi Sultan Ismoil xon taajjublanib. Biz Xo'ja Hidoyatullo Eshon Azizning faqat xos muritlarining alvansilik puhradarchilik majburiyatlarini kechirim qilish, boshqa barliq vositlik muritlarining bu yorliqdan mustasno ekanligi xususida yorliq tushirgan emasmidir? Ul Eshon Buzrukvarning xos muritlari shunchalar ko'pmidir? Ma'lumotni yezishicha, dedi Hudaychi bek tushuntirib. Barliq sulki ishqiya muritlarining hammasi xos muritlar emish. Eshon piri Buzrukning bir muvositlik muriti yo'q emish. Mumkin emas. Ochiq xonning ko'zini bo'yganligi bu. Bo'yganligi bu, dedi Ismoil xon, Sultan Ismoil xon g'azablanib. Hidoyatullo Eshon hazratlari qandoqsiga shunchavala murid muxlislarini xos o'z qo'li bilan qabul qila olsin? Har qaysi yurtlardagi xalifa suluk mas'ullarining suluk targ'iboti bilan shug'ullanib, murid qabul qildig'ini hammaga ayon ishqo. Ko'kamilik, yolg'onchilik qilibdi ular. Yolg'iz bo'la emas, on hazratim. Yolg'iz bo'la emas, on hazratim, dedi Mirza Babaqbek so'z elib. Sülki ishqiya targ'ibotlarini saltanat suri bilan cheklamaslik, taqib qilmaslik yorliqi tushirilgandan beri butkul Saidiya tasarrufida ahli sülki targ'iboti noytim jonlanib ketdi. Ular ra'iyatga xon yorliqining mazmunini qasdan burmulab targ'ibot elib bordi. Shuning bilan nurg'un ra'iyat olvansizlik, puhradarchilik majburiyatlarini o'tashdan qochib, bas-basda murtil hidoyatchilar to'pi qaytilmoqda. Aşu murtil hidoyatchilar sepiga qaytilgan sulki ishqiyachilar buni Xo'ja Hidoyatullo Eshonning shafoati deb tushunib, saltanatga bo'lgan e'tiqodi susishib bormoqda, dedi Mirza Avazbekmi so'z elib. Ish qilib avam orasidagi fitna fasoddan odam cho'chiydi. Bu ma'lumot Sultan Ismoil xonning birdinla diqqatini tortdi. Qandoq fitna fasodlar ekan u? Günahimden keşkeyla on hazırdım. Soğurgankenla cevap vermezlikке ilacım yoktur, dedi Mirza Avazbek. El yurt arsıda Xo'ja Hidoyatullo Eshonni Janobi Qibligahimdan üstün qo'yish masligi to'liq ig'irdir. Ular Hidoyatullo Eshon piri buzurgimiz pat yaqinda buyuk saltanatga sultan, faqir miskinlarga posibon bo'g'dak, Sultan Ismoil xon taxtini o'tinib bergudek, sulki ishqiya muritlardan alvansizlik olmaslik, puhradarchilik majburiyatlarini kechirim qilish xususidagi yorliq bu ishning pat yaqinda ro'yobga chiqishining bishorati emish deyishmoqda. Yo hazrat, ochiq riyokorlik bu, dedi Sultan Ismoil xon g'azabdan titrab. Xon atamning anglayotganlari bu fitna fasodlarning oz bir qismidir xolos, dedi Malika Muhtaram xonim so'z elib. Amaliyotda sulik targ'iboti bilan shug'ullanayotgan ashu so'pi darvishlarning so'zlarini anglaydigan bo'lsalar, hayron qollar. Qaysi kuni Anjan rastisida do'kon orlab etib, so'pi darvishlarning sulik targ'ibotiga quloq selib qoldim. Ularning deyishicha,
Allah'dan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ge qandaq vahiy kelgan bo'lsa, Xo'ja Hidayatulloh ishon pir hazratimga mu shundaq vahiy kelganmish. Payg'ambarimiz bilan ul ishonning martaba iqbollari o'xshash emish. Xon atam ul ishonning birlik ko'rsatgan karomatlari bilan sulki ishqiyaga irodat qilib, ishonning oyoqlariga yiqilganmishlar va u shu yorliqni tushirganmishlar. Ul ishon piri buzruk shafaat taxtining jimigi xon sultonlarning sultoni emish. Bo'ldi bas. G'azab bilan vaqirdi Ismoilxon. Shu topda u ochchig'ini chiqarish uchun biror kimni jallodga buyurishdan o'zini aran besib o'tiradi. Sulton Ismoilxonning buncha vala qattiq g'azablanganligini ko'rib baxmagan barliq o'rda erkalari unligiroq tinishqimi petnamay beshini töven soldi. Bu fitna pasatlarga vaqtida tadbir qo'llanmaslar, oqibatini yig'ishtirmoq basi mushkuldir xon ata, dedi Malik Muhtaram xonim taxtda g'azabdan pushildab o'tirgan Sulton Ismoilxonga qarab. Aytinglarchu, ey janobi amirlarim, dedi o'zini bir oz besib olgan Sulton Ismoilxon vahima ilkida turishgan barliq amirlarga qarab. Sizlar mushundaq fitna pasatlarni angladingizlarmi? On hazratimga ma'lum bo'lg'ay, oston rastlari ana ashundaq gumroh fitnalar bilan to'shib ketdi, to'lib ketdi, deyishdi boshqa amirlarmi guvohlik berib. Bu javobni anglagan Sulton Ismoilxon lassida bo'lib qoldi. O Xo'ja Hidayatulloh ishon boshchiligidagi sulki ishqiyachilardan bundaq riyokorlikni zinhor kutmagan edi. Rostilla ular yaxshilik yomonlik qilyaptamdigandir. Xonning himmatiga rahmat tashqalla etmoqda yo'q. Büyük Saidiya saltanatining muqimligiga ta'sir yetkazib, hokimiyat, moliya, emniyet qatorliq huquq doirasiga ko'z tikyaptamdigandir. Xonlik qonun jasoqlar bilan qarshilashib, elning omonligiga, davlatning zimin butunligiga ziyon yetkazayotgandir. Bu dunyoning maishatlik 40 maishatlariga qiziqmaydigandek, mansab martaba, mol dunyoga zinhor ko'z qirini solmaydigandek, butkul vujudi bilan Xudoyi ishonlikqa berilgandek qiladigu ul ishon. Mana endi o'zini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bilan o'xshash o'ringa qo'yganligi nimasidir? Tig'i o'zini mendak Saidiya saltanatining posiboni bo'lmish xon sultondan ustun o'ringa qo'yib, targ'ibot ilib berishida qandoq muddaolari bordir? Sulton Ismoilxonning xiyolari to'limi chigish edi. Uning xiyollarida o'kinishmi, pushaymonmi, hasratmi bor edi. Shohnishinning ichi tim tasliq cho'mgan edi. Saroyning o'tirisiga joylashgan fontandagi berijonlar supsuzuk suvda g'amsiz piltanglaydi. Sirtda to'piq qumlarni uchirtib chiqayotgan bahor shamili yiqimsiz ushqirtadi. Şu esnada Şahnishinga kirib kelgan Rajab Darvish, Maxtumzoda şu Ayib Xo'ja, Daniyal Xo'jalarning ansiz oyoq tovushi Shahnishinning jimjitligini buzib Barliq o'rda erkanlari taklifsizlar kirib kelgan bu mehmonlarga ajablanib qarashdi. Shu daqiqada baş oxiri yo'q xiyollarga asir bo'lgan Sulton Ismoilxon salom sahatsizlar göşüyüp turgan pir buzurki bo'lmish ikki Maxtumzodiga ya o'rindan turib hurmat bildirishni ya yeniga taklif qilib himmat ko'rsatishni bilolmay turib qolgan edi. Dod, adolat panohim deb zorlandi Rajab Darvish turgan joyiga mo'qla tizilib. Ey xalifam, janoblarga qandoq dashvorchilik yetdi. Ariz dotlarini o'rinlardan turib, aldırmay so'zlasinlar, dedi Sulton Ismoilxon tuyuqsiz kirib kelgan Maxtumzodlarning muddolarini berishga aldirab. Ey adolat panohim, dedi Rajab Darvish tizlangan peti so'zlab. Jannat makon piri buzurkimiz mulhid axyorlarimizning qasdiga uchrab, nahaq o'lib ketgan bo'lsa-mu, ul zoti muborakdan tabarruk qolgan ikki Maxtumzodimizga qo'l berib, sunuq dillarimizni tasalli topqizgan, qotilni tepib, xun qisosimizni elib berishga va'da bergandilar. Oliylarining himmat shafqatidan olamchi suyungan edik. Ammo oradan uzun vaqt o'tmayla
ostanimizga iflos oyoqlarini besishqa petingan qiyomatlik aqyorimiz bo'lmish mulhid namusulmon Xo'ja Hidoyatullahga do'stlik quchoqlarini ochdilar. Gerçi yürek bağrımız xun zardab bo'p tursimu, saltanat ishlarini a'lo bilib, buningga mayli dedik. Keyin angladikki, jannat makon pirimizning qotili bo'lmish ul kazzab, nakasga bisyor hurmat, ehtirom bildirib, murid mushritiri bo'lmish ishqiyachi murtatlarning zimmasidagi podshohlik olgan siliqlarni o'tashga tegishlik puhrodorchilik majburiyatlarini 7 avlodgacha kechirim qilish xususida yorliq tushirib, ko'p shafqat ko'rsatiblar. Bu adolatsizlikdan zar qaqshagan bo'lsaqmi, yanala mayli dedik. Haqda Allohga, jannat makon piri buzruk maxtumzodimizga sig'inib sukut qildik. Mana endi yana angdikki, adolat panohimiz Isoqiya sulkidan yenib, ishqiya sulkiga irodat qilurmish. Aşu mulhid Hidayetullah İşan degan do'zaxini piri buzruk tutarmishlar. Hayranu has, behush nimjon bo'lib, yoqimizni tutdik. Haqda Allohdan jannat makon maxtumzodimizdan adolat panohimning piridan yuz o'rganlik gunohini tiladik. Yana angdikki, adolat panoh yaqinda buyuk Saidiya tasarrufining oltin taxtini ul Hajjaj munofiq Hidoyatullahga o'tinib berib, yurtdorchilik tizginini tutquzarmish. Ul murtad xon ishon bo'lib, hukmronlik qilarmish. Qiblagohim saltanatdan kechmaklik bo'lganligining boisini tushuntirib qo'ymasa, zinhor o'rnimdan turmasman. Balkim bu muqaddas huzuri muborakda ajal sharobini ichib, ul mal'unning xon ishon bo'lganligini zinhor ko'rmasman. Recep Dervish shundoq dedi-da, o'rkirab yig'labdi. Ko'z yoshlari yipakdak oppoq soqollarini yuvdi. Uningga agishib, ikki maxtumzodimi mishildashga boshladi. Sultan Ismoilxon bo'lsa, nima deyishni, nima qilishni bilolmay qetib qolgan edi. Bayatdan beri Mirza Babaqbek qatorliq amirlarning gapiga ishonish yoki ishonmaslikni bilolmay ikkitayim bo'lib turgan Sultan Ismoilxon mana endi qat'iy bir qarorga kelgan edi. Ey xalifam, ko'ch-ko'ylardagi riyokor so'pi darvishlarning fitna fasotlariga ishonmasinlar. Bizning pir buzrukimiz maxtumzodlardan yuz o'rib, boshqa pirga irodat qilganimiz yo'qdir, dedi Sultan Ismoilxon vazmin ohangda so'zlab. Babayı ajdodlarimizdan miros qolgan bu oltin taxtni o'zgalarga o'tinib berish ham xiyolimiz yo'qdir. Faqat amirlarimizning gapiga kirmay, ul ishon azizlarning talablarini ijobat qilib, yorliq tushirgan savallikimiz bordir. Endi bildikki, muqaddas yorliq burmilinib, ra'yatga xato targ'ibot ilib berilibdi. Shu boisdan tugumas fitna fasod urug'lari chechilib, saltanatimiz xiristi qapti. Muhtaram piri buzruk maxtumzodlarimiz zinhor tashvishlanmagay. Sultan Ismoilxon ikki maxtumzodining qishig'i keldi-da, ularning qo'llaridan tutib, shoh supidagi taxtga yaqin o'rlashtirilgan aziz, hurmatli mehmonlar uchun qo'yilgan kursiga akilib o'tirg'izdi. Xon ota, tezdan bir tadbir qo'llanib, bu fitna fasodlarni cheklagaylar, dedi Malika Muhtaram xonim yana murojaat qilib. Ey janobi amirlarim, biror yaxshi tadbir ko'rsatgaysizlar. Amirlar damalliqqa bir nima deyolmay, bir-biriga qarshib kusturlashishga boshladi. Mirza Babaqbek o'rnidan turib so'z oldi. Xo'ja Hidoyatullah ishonga berilgan yorliq amaldan qoldirilg'ay. On hazratim bu xususda zinhor ikkilanmagay. Amir kabir janoblarining ko'rsatgan tadbiri barhaq, dedi Malika Muhtaram xonim Sultan Ismoilxonning ikkilinib turayotganligini ko'rib. Sizli rahim qilish, shafqat va saxovat ko'rsatish, va'dasiga vafo qilib lavzdan yonmaslik albatta xon sultonlarning esil fazilatidir. Ammoki yomonlarga ko'rsatgan lutqi, karam sabablik al-ra'iyat, saltanat manfaati daxl taruzga uchrasa, shu sabablik el yurt orasida fitna fasod urug'i chechilib, saltanatga xavf dishvorchilik yetsa, lavzi va'dlardan yenib olmoq
albatta donaliq bo'lur. Janobi Alisher Navoiy Hazratlarining Mahbubul Qulub nomli kitobidagi ag'yorlar va yomon niyatli kishilarga fitna fasod terib elga tafriqchilik urqi chashquchilarga qanday muomala qilish kerakligi haqidagi bayonlari ichidagi yomonlarga shafqat sila rahim qilmaslik xususida yozgan nasihatlari xon otamning esida bordir. Malika Muhtaram xonim bir oz o'ylanib so'zini davomlashtirdi. Navoiy Hazratlari shundoq debdilarki, yomonlarga yaxshilik yetkazmak, yaxshilarga ziyon va alam keltirmakdir. Mushukka yo'l qo'ymak, kaptarni ofatga yo'liqtirmakdir. Tulkining tarpini olmak, to'xuning tuxumini quritmakdir. Bo'rini qo'zi bilan beqib, semiz qilmak, oxiri kiyiklar to'piga rahimsizlik akiladi. Malika Muhtaram xonimning so'zlari Sultan Ismoil xonga tezil ta'sir qilgan edi. Shunga u Malikaning so'zlarining orqasiga ulabla Mahbubul Qulubdagi tövandagi ikki misra nazmini unlik o'qidi. Davr bipoyalari, davr bivafodari javridin dod, dahri bihoyalari bidodidin fiğanu feryod. Şu hemen şahnishin içinde alkış sadaları kötürüldü. An hazretim danadır, kıblıgahim tedbirliktir. Devlet panahimning adaltıdın el raiyet beşidiki eminlik kuyaşı uçup kalmagay, Yarlık! Dep Jakarlı'da bir kararı kelgen Sultan İsmail Han ruhlu kaldı. Hoca Hidayetullah İşan azizlerge düşürülgen yarlık bugünden başlap emeldin qağay. Saidiye tasarrufidagi ishqiya sulki xos yoki vositalik irodat qilgan barliq murtil hidoyatchilardan o'xshashlar olvansiliq iling'ay. Puhradarchilik majburiyatlarini o'tashga buyurilg'ay. Turlik suluk targ'ibotlari saltanat suri bilan qattiq cheklangay. Qarshilashquchilar, yorliqqa xiloflik qiluvchilar, xonlik qonun jasoqlar bilan qattiq jazolang'ay. Fitni fasod terib, el orasida tafriqchilik paydo qiluvchilarning kallasi iling'ay. Shunda qilib, Sultan Ismoil xonning yangi farmoni bilan butkul Saidiya tasarrufida jonlanib ketgan murtil hidoyatchilarning suluk targ'iboti xilla besiqib qoldi. Bir mezgil terisiga sig'may, xohlagan yerda vaqirab-joqirab qutratqulik qilgan so'pi darvishlar qaytadan mozorlarga, qalandarxonlarga, xufiyaxonlarga ko'chdi. Sultan Ismoil xonning yorliqidan yenilishni faqatli xiyoliga keltirmagan Xo'ja Hidoyatulloh Ishon bo'lsa, g'azabdan yerilg'udak bo'lgan edi. Shundaqdimi u qisqagina bir necha oy ichida muritil hidoyatchilar bayrog'i ostiga necha 10 ming murid to'plashga ulgurgan edi. Ammo Saidiya xonliqining oltin taxtiga ko'z tikkan Ishonning vujudi shukri qanoatdan to'limi yiroq edi. Şuna ajal xanjirini g'ilobdan chiqargan Hidoyatulloh Ishon har qaysi yurt begliklardagi o'ziga eng sodiq, eng ishonchlik ashaddiy qonxo'r, qonli kesar muridlardan tashkillangan hijobul g'ayblarga Sultan Ismoil xon va uning yaqin muhim amirlarini qaslab o'tirish xususida maxfiy buyruq tushirdi.